Buni mana mana shu podkastgacha men ushladim. Hech kimga aytmadim. Ko'pchiligi shu skupshklarni, ya'ni tilla sotib oluvchilarni tillasini men qaytadan sotib olardim. Odamlar tilla sotib oladi-yu. Sotib olgan tillasini sotayotganda o'sha narxga sota olmaydi. Siz tushundim. Tipa 4 millionga sotib olasiz-da, где-то образом 3 millionga sotib olasiz. Eng qiziq joyi hech kim tillani baribir siz mana misol uchun rastasida turibdi tilla, olasiz. Ertaga misol uchun 1 oydan keyin yo 1 yil 2 oydan keyin sotaman deb olmaysiz-ku tillani. O'zingizni komfortingiz uchun taqish uchun olasiz. Agar siz pulingizni uzatmoqchi bo'lsangiz, maslahat berardim slidga olish. Yo endi bular aytadilarki, qadrli, qadrli onasidan, buvisidan, yodgorlik bo'lib qo'yamiz. O'shanga o'xshashini olsa bo'ladi-ku. Da, endi biz ham uni to'g'ri tushunamiz. Bular ham bizani to'g'ri tushungan holatda bizga mumkin emas unaqa ishlash. Nima deb o'ylaysiz? Shular olib kelganda o'zlari biladimi soxtaligini yoki pulga shunaqa qimmat pulga sotib olib aldanganmi? Hamma emas, lekin aldanganlar bor. Qachonki siz yutmoqchi bo'lsangiz, grammi вообще qiziqmaydi. O't mijozlarga aytaman, gramiga qiziqmaydi. Sizlarga общий summa qiziq har doim. Ya'ni qo'lingizga tegadigan pul. Masalan, 10 millionmi, 20 million deyaptimi, shunga qiziqinglar. Mana bunaqa holat ham bo'lganmi? Masalan, kliyentga o'tadi oldinglarga. Tillasini sotish kerak. Juda katta stressda. Sizlar ham ko'rib hayron qolgansizlar. Shunaqa vaziyatda nima qilgansizlar? Biz o'sha tilla buyuminglar, soatinglarni iloji bo'lsa rasmini tashlaylar, biz sizlarga aniqroq, taxminan emas, aniqroq narx aytamiz. Ya'ni bunchadan bunchagacha. Bo'ldi, bunchadan dedikmi, undan past olinmaydi. Qizi keladi-da, tillasini sotadi-da aytadi. Men o'g'limizga qog'oz to'ldirayotgan payt aytadi. Ya'ni eski yigitimdan qovdi, mana o'shani sotaram, kerak emas. Men esagim ham kelmayapti uni. Qaraganda uni eslab olmadim. Da, o'shani esagim ham kelmayapti, o'shani sotaramman, gar shunaqa. Nima deymiz? Agar shunaqa stillar bo'lsa, sotkilar kelsa, GoPro kelinglar. Hammalarga assalomu alaykum. Meni ismim Sevila. Bugun men GoPro asoschilari bilan birga suhbat olib boraman. Tilla haqida o'zimga qiziq bo'lgan savollarni beraman. Bular javob berishadi. GoPro komandasi. Assalomu alaykum hammaga. Men Isrojiddin, GoPro asoschisiman. Meni o'rtog'im. Assalomu alaykum hammaga. Men GoPro ish boshqaruvchisi Abubakar. GoPro'dagi Ko'ziri. Da. Hozir biz bu yoqqa keldik. Hozir biz bular bilan hammamiz kelishib oldik. Чтобы hamma beriladigan savollarga rost, откровенно deydimi, nima deydi? Ochiqchasiga javob, to'g'risini berish. Ro'y-rost gapirasiz. Ro'y-rost. Вот. Xullas, birinchi savolim, GoPro'ga qachon asos solingan? GoPro'ga buni sen yaxshiroq bilasan. Da. GoPro'ga 2024-yil Даже kunigacha esimda 28-noyabrda ofitsialni ochganmiz biz. 3 kunmi, 4 kun oldin esimda bor, remontli bo'lgan. Da. Rasani patir-putirda ochilgan. Shunda 1 yil bo'pti-da? Da, почти xudo xolasa 1 yil bo'ldi bizga. Shu 1 yil ichida ancha-muncha lekin o'zgarishlar qopti. Nima deydi? O'zimizga Rasani nima deydi, yaqinlar, tanishlar orttirib oldik. Shunaqa. Biz oldin boshqa joyda ishlaganmiz. O'sha klientlarimiz даже biz ochgan joyimizdagi o'zligisi oqim bilan kelishgan. Baraka zo'r bo'lgan. Baraka zo'r bo'lgan. Xo'p, nimaga GoPro? Bu GoPro'ni kim o'ylab topgan? Nomini ham men o'ylab topganman desak ham bo'lardi, plus minus. Komanda bilan biz o'ylaganmiz boshida. Har xil variant bo'lgan bizda. Variantlarni aytmayman hozir. Nimaga aytding? Kimdir ochib olishi mumkin. Mayli, nima qilibdi? Chunki yaxshi variant edi ular ham. Lekin bittasini aytishim mumkin. Bizda bittasi, xudo xolasa uni o'zimiz yana anaqa qilib ochamiz, yangi magazin, do'kon qilib ochamiz. VIP Gold deb ochmoqchi bo'lganmiz boshida. Ya'ni VIP Gold. Tilla oqimi kuchli bo'lardi yo'g'i. Lekin keyin biz Gold Pro deb qo'ydik. Nimaga desangiz, shu tillani professional odamlari deganday ma'noda qilganmiz. Chunki xudo xolasa haqiqatan ham biz professionalmiz tilla bo'yicha. Xudoga shukr. Zo'r. Shunaqa. Bu biznesdan foyda o'zingizlargami yoki xalqqa o'ylab ochganmisizlar? Maqsad nima bo'lgan? Endi maqsad foyda. Da. Endi bilasiz, birinchi o'chirda, конечно, foyda, ya'ni o'zimizdan ham pul topish, tirikchilik, 4 ta patirlik, litr qaymoq deydi-yu. Yaxshi, hamma shunga harakat qiladi. Lekin ichimizdan shaxsan mendan o'tgan joyi bo'lgan, xalqqa ochuvchasida aytganda ko'zini ochish. Xalqqa manfaatliroq, ya'ni xalq bilsin, informatsiyalar berish, misol uchun bizani o'zi profilimizdagi videolarga e'tibor bergan bo'lsangiz, почти 87 или 88%
informatsionniy videolar. U yerda misol uchun biz izделияlarni gapirganmiz, qanaqadir. Da aytgan shuni bilsangiz bo'ladi. Ya'ni biza to biza ochib GoldPro Instagram profilini ochib, u yerda biza videolar qo'ygunimizgacha bizachalik hech kim bunaqa qilmagan. Birinchi bo'lib sizlar ochgansizlar. Hech kim Instagramga urg'u bermagan. Endi uncha kuchli urg'u berilmagan. Meni tushunishim bo'yicha ungacha biza kuchli urg'u berdik, keyin boya aytganimdek xalq ko'zini ochmoqchi bo'lganmiz. Ya'ni qanaqa ma'noda? Biza shu mana narsalar, mana tillar maminchadan ketadi demagunimizgacha katta xalq protsent odami, ya'ni katta xalq, ko'p odamlar tillasini lomga olib sotgan. Ya'ni izделияlar ham ketganda. Izделияlar yaxshi chiroyli narsalar ham lomga ketavergan. Tushunmagan uncha. Yo'q. Вот biza videolar chiqardik. Mana narsa maminchadan ketadi, maminchadan ketadi, mana tillaringiz munchadan ketadi. Eski ishlarni oldik. Odamlar o'ylardi eski ishlar ketmaydi deb. Eski ishlarning redkilari bor, nabrot nima deydi? Yaxshi izделияlardan ham qimmat. Da. O'ta qimmat ketadi. Chunki u zavodda уже qaytarib bo'lmaydi. Yopilib ketgan. Da. Redki. Spros bor hali ham unga. Bitta gap bilan biz xalqqa ham o'ylaganmiz. Конечно, o'zimiz ham o'ylaganmiz. Birinchi o'rinda baba o'zinglarni. Yo'q, o'zimiz emas, endi mana aytolman-ku, misol uchun mana shu videolarimizdan ko'rganimizdan keyin men o'zimga ham rosa aytishgan, o'sha videoinglar zo'r ketyapti, nima deydi? Informatsiya ham berib ketyapsizlar. To'g'risi, o'zimda bo'lgan, misol uchun bitta klient 100 gram tilla olib kelgan, uni olganman, u ozgina nolagan, endi bo'lib o'tgan ishga nima deydi? Bo'ldi, o'tib ketdi, sotib bo'ldi. Men bilmasdim sizlarni, короче, borliginglarni. Agar bilganimda, mana shu boshqa tillalarimni ham olib kelib sotib ketaman. Aytgancha, menda unaqasi ko'p bo'lgan o'rta. O'sha nima deydi? Foydasi tegdi sizlarni anaqanglar. Mana ochildinglar. Xalqqa foyda tegdi, короче. Biz foydalanyapmiz. Biz kutgan narsani biz oldik bitta gap bilan. Tillarni qattiq sotish endi bilyapmiz degan narsalar ko'p bo'lgan. Kстати, shu aytib ketadigan joyim, biz shu videolarni chiqarishni boshladik-ku. Bizga o'xshagan anaqalar nima deydi? Shu Instagram yurg'izuvchilar ko'paygan. Yo'nalish. Shunaqa biz mana bu yo'nalishni короче ochdik, olib bordik, shu yo'nalishda ketdik. Plus konkurensiya kuchayishni boshladi bizda. Lekin ko'rib, lekin bilasizmi? Chiqib kelyapti o'zi. Kuldiradigan joyi. Kuldiradigan joyi, biz Instagramlarda ko'p joyda anaqa qilmasdik, lekin ko'p skupshkalaridan, hammasidan demayman, ko'pidan men o'zim sotib olaman tillasini. Ya'ni ular tilla sotib olgan tillasini buni mana shu podkastgacha men ushadim, hech kimga aytmadim. Ko'pchiligi shu skupshkalarni, ya'ni tilla sotib oluvchilarni tillasini men qaytadan sotib olardim. Ya'ni obrazim aytgan, siz borib unga sotsangiz, men keyin undan sotib olaman polibom. Nimaga? Undan endi biz chunki qimmat olamiz polibom. Yana qizig'i, ular tez pul bo'shatadi. Eng qizig'i bor, mana misol uchun men skupshikman, buni bilaman. Men tilla sotib olman xalqdan savdolashib, anaqa qilib tillarni olaman-da. Bunga boraman, savdolashmasdan bunga sotaman-da. Chunki men bitta narx aytaman, bitta u narxi o'zi zo'r etak. Unga yetadi. Da. U skupshikka ham xuddi shu narxni aytaman, ko'chadan kelgan klientga ham xuddi shu narxni aytaman. Lekin ko'chadan kelayotgan mijoz, klient o'raman, mijozimiz ko'pchiligi to'g'ri anaqada yurishmaydi, ya'ni xayolda yurishmaydi. O'ylashadi, yo'q, bular arzon beryapti hali ham, tudam, sudan, shunga o'xshash gaplar. Endi nima deymiz? Sekin-sekinda. Mayli, shunaqa deb o'ylashaversin. Mazza qilib sotib ketayotganlar itak bizada ko'p. Orada yetkazib olmaymiz ham o'zi pul. Zo'r. Klientskiy baza katta-da. Da. Ko'shka emas. Barakallah bersin. Da. Xo'p, odamlar ko'pincha sizlarni nimadan noto'g'ri tushunib qolishadi? Biri faqat birjadan noto'g'ri tushunishadi. Yo'q, odamlar bizani har xil vaziyat bor. Masalan, qarang, bizda основной telefon qilishadi-da. Bugun tillarni ish bilan olsizlar deyshadi. Men aytaman ularga, obrazim, tipa mashinchagacha olamiz tillarni desam, izделия qilib olaman deydilar. O'sha qanaqa bo'ladi desa, izделияlar maminchadan olib turibmiz, ya'ni o'zini ko'rish kerak aka, yo'gida opa, tam tuday deyman. Holatiga qarab deyman. Shunaqa desak, ular aytadi, "Bo'ldi, olib boraman" deydi-da. Men aytaman, "Ruch Telegramdan tashlang, bitta ko'ringlar biz" deyman-da. Shuni aytsam, "Bo'ldi, kelib qolaman, olib boraman" deydi. Kelgandan keyin, masalan, men aytaylik, 800 mingdan obrazim, 800 mingdan 950 minggacha degan bo'lsam, bunda turadi, lom narsa olib kelgan bo'ladi menga. Buni sotayotganim 800 mingdan olsam, sen menga 950 minggacha deding-ku, хотя бы ol 900 mingdan dedi. Tushunasizda? U yerda unaqa ketadigan narsa emas-da. Tipa menga olib kelyaptilar Matizda obrazim. Mendan Malibu'ni pulini so'rayaptilar. Tushuntira oldimmi? Bunaqasi bo'lmaydi. O'zini har bitta izделияning o'zining narxi bor. Nima sabab deb o'ylaysizlar? Chunki shunaqa qimmat olganligi uchunmi?
yo'q. Shu Malibu narxida olganligi uchunmi? Yo'q, faqat u uchun emas. Masalan, qarang mana. Odamlar tilla sotib oladi-yu. Sotib olgan tillasini sotayotganda o'sha narxga sota olmaydi. Siz tushundim. Tipa 4 millionga sotib olasiz-da, где-то образом 3 millionga sotib yuborasiz. Shunaqa ma'noda aytasiz. Даже 3 milliondan ham. Foydasi ham bo'ladi. Da, magazinchini foydasini ham bor-da, uni ham hisobga oling-da. Balki o'sha odamlar ham o'shani o'ylayotgandir deyapman-da. O'sha Matizni olib kelib, Malibu pulini so'rayotgan sababi ham shudir. Endi bilmadim. Endi Hammada har xil. Endi lekin yaxshi savol berdingiz. Tipa 4 millionga olib 3 millionga nimaga sotamiz degandek qo'yasiz-ku. U bor narsa. Masalan, o'zingiz ham kiyimchi bo'lganingizda ham 200 ming kiyim olsangiz 400 mingga sotasiz polibom, to'g'rimi? Foyda. Da, qo'yasiz foyda. Noni bo'lmasa qiziq emas sizga ham bu ish. Xuddi shunaqa, ular ham foydasini qo'yadi, arenda haqqi bor, ishchi haqqi bor, va ularni ham boshqaroq tushunish kerak. Ularni tushunish kerak bitta gap bilan. Keyin mana bu izdelaydi, mana bu yerda tosh qo'yib qo'yibdi, tosh bilan menga sotdi-da, asalni sotayotganlarning toshsiz sotib olasizlar deb qo'yishadi. Lekin mana shu narsa eng qiziq joyi, hech kim tillani baribir siz mana misol uchun rastasida turibdi tilla, ovozsiz, ertaga misol uchun 1 oydan keyin yo 1 yil 2 oydan keyin sotaman deb olmaysiz-ku tillani, o'zingizni komfortingiz uchun taqish uchun olasiz. U sizga уже 1 yil 2 yildan keyin уже pontini berib bo'ldi. Sotib yuborish kerak, o'ylash kerak emas. Sotib yengilash kerak. Da, bizning xalq lekin o'ylaydi, tam 4 millionga men oldim, nimaga endi men 3 million 8 ga sotishim kerak degan savol berishadi-da. Yo'q, mana shunaqa vaziyat bo'ladi. Mana 3 million 800 ga ham ketmaydi-da. Tushunasiz? Mana 4 millionga olgan tillangizni 2 millionga sotasiz. Mana Qimmat olmang. Qimmat olmang. Foydali narsaga pul tikaman desangiz, tillachi qarang. Izdelik emas-da faqat. U izdelada o'sha do'konchini baribir foydasi bo'ladi. Siz uni foydasi bilan sotib olasiz. Siz ko'pchiliklar do'konchini foydasi bilan olmaydi hech qachon. Shunaqa. Biz asl anaqasini birjadagi narxi bo'yicha hisoblaymiz. Tillarning asl qiymati beriladi. Da. Agar siz pulingizni muzlatmoqchi bo'lsangiz, maslahat berardim slitka olishni. Slitka olishni maslahat berardim. Yokida toshsiz izdela, ko'p ushlamasligingizni maslahat beraman. Chunki izdelasi modeli o'tib qolsa, ya'ni eskirib qolsa, qimmat narxda sota olmaysiz. Masalan, izdela olib, arzonroq iloji boricha olganingizda uni ozgina ushlab turib, keyin sotsangiz, pulingizni normal muzlatsangiz bo'ladi. Slitkada ham minusga kirasiz. Uning uchun siz plyusga kirishingiz uchun yo'q deganda bir 7 oymi ushlashingiz kerak. Ana Instagramda reklama qilib tashlashyapti, slitkaga plyusklar ko'rgandim. Men spesial unaqa chiqarmayman, nima desangiz, o'zi yo'q narsa-da. Bitta gap bilan yo'q narsa. Nima endi chiqarishyapti? Soqqa qilishyapti-yu. Qurishsin. Hamma narsaga ham ishonib urish kerak emas o'shaning uchun. Sizlarga qanaqa mijoz bilan ishlash qiyin? Qanaqa mijozlar ko'rgansizlar hayotda? Qanaqalar uchragan, qanaqalardan qiynalgansizlar? Hozir gapirib beraman, desam vaqtimiz yetmaydi bu narsaga. Nimalik? Sanda qanaqasi masalan eng qizig'i bo'lgan? Eng qizig'i gapga eshitmaydigan, yoningga oladi, gapirtirmaydi. Da. Tushuntirayotganingda rosa ko'p unaqa qiling. Misol uchun u bitta men bilan gaplashsa, kuni bo'yi men undagilar bilan 70 tasidan gaplashaman. Da. O'tiradida aytadi, "Men bunaqadan hisoblayin" deb eshitmaydi gapni. Keyin jahling chiqadi-yu, tishga tish qo'yishing kerak, ishing, sohang. Mijozmi. Keyin kalkulyator o'ziga berib qo'yaman, hisobla deyman. Bo'ldi, o'sha yerda o'zi chegarasi yopiladi. Espresan-da. Keyin aytib turaman. O'shanda tushunadi, ya'ni shunaqa odamlar bilan yomon, qiyin. Keyin rasano nima deydi? Tillasini olib keladi, ushlab turing, iltimos ushlab turing, sotib yubormang deydi. Bu narsa bor, bizga qayta olish uchunmi yana? Bizda unaqa emas, biz g'ambarat emasmiz. Biz foizga unga o'tirmaymiz. Endi qadrli bo'lish mumkin-da. Da, qadrli bo'ladi. Tushunamiz, lekin bizda mumkin emas bu narsa. Endi baribir, misol uchun u mana bitta nima qilgansiz shunaqa kelganda? Bitta uzuni, mana eshitib turing, birinchi savolingizga javob berib oling. Uzuni mana sotadi-ku, sotgandan keyin o'zi oddiy qimmatbaho metal deb bo'ldi. Pulini oldi, misol uchun o'zini shu nimagadir berib. Yo, endi bular aytadilarki, qadrli, onasidan, buvisidan, yodgorlik bo'lib qo'ygan bo'lsa. O'shanga o'xshashini olsa bo'ladi-ku. Da, endi biz ham uni to'g'ri tushunamiz, ular ham bizani to'g'ri tushungan holatda, bizga mumkin emas unaqa ishlash. Shunaqa mijozlar ham qonunan taraflama ham mumkin emas. Shunaqa kelganida nima qilgansiz? Nima qilganman? Aytdim, shu yo'q deyman, olib qo'y desa, agar tushunmasa, mijg'u bo'lsa, kalkulyator beraman, yoz deyman, yozib turadi, bo'ldi, sotib ketadi. O'sha ular nima deydi, har xil til bor-ku, kattalarning tili bor, bolalarning tili bor. Ularda ham xuddi shunaqa mijozlarda ham. O'sha o'zini tilini bilsangiz, topsangiz. Bozorda oldin xuddi siz bergan savollar ham berganman to'g'rirog'i, men bitta tanishimga, tillachiga, shuni deganimda,
ana bilasanmi deydi, tillasini olib keladida, unga ko'rsataman, hozir bunga ko'rsataman deydigan klientlar bilan men ishlay olmayman deydi. Menga yoqmaydi, asablarim buzilib portlalab ketaman deydi. Agarda ahamiyat bergan bo'lsangiz, yana bilmadim, biz Instagramda men o'zim video qo'yganman-da. Agar tillarni qimmat sotmoqchi bo'lsanglar, bitta yoki ikkita joyga обязательно olib boringlar. O'sha yerdan keyin o'zingizlar ishongan joy, ya'ni GoldPro olib kelinglar. Biz uverenniy o'zimiz aytib turibmiz, ishonch bilan, ya'ni ikkita shu joyga olib boringlar, ko'rsatinglar bemalol. Oxirida bizga olib kelinglar, biz o'zimiz chiroyli narx beramiz. Mabodo sizlardan qimmat bo'ladigan chiqib qolsa-chi? Xudo xolasa chiqmaydi. Chiqsa biz faqat nima deymiz? Omad. Chiqsa u GoldPro'ning ikkinchi filiali bo'ladi. Boshqa chorg'ali. Zo'r gap bo'ladi. Zo'r gap bo'ladi. Da. Скорее всего shunaqa bo'ladi. Boshqa. Bo'lsin iloyim. Xudo xolasa. Xo'p, mijozlardan tushgan eng g'alati taklif qanaqa bo'lgan? Chegara ochilsinmi, yopilsinmi? Yo'q, chegarada bo'lsin. Chegarada bo'lsin. Farqi yo'q. Farqi yo'qmi? O'zingizga qaranglar. Endi qarang, har xil vaziyat bo'lgan. Sanda qaysi biri bo'lgan? Men oxirida aytib bera qolay, hammaga qiziq bo'ladi mendagi. Menda sandagi vaziyat bo'lmagan. Men senga demadim ular. Menda unaqasi bo'lmagan. Menda ko'proq shu 2 grammlik, 3 grammlik tillarni olib kelib 5 grammlik tillarni so'raydi. Mana shunaqa. Lekin u takliflar menda hech qanaqa bo'lmagan. Bir g'alati taklif bo'lmagan. Faqat eng g'alatisi shu 2 grammlik tillarni, ana 5 grammlik tillarni sotib olgandek ber, tipa boshqasidan keyin chiqarib olasan. Bu aytmoqchiki, shunga o'xshash narsalar. Tushundingiz-a? U noto'g'ri. Boshqa mijozdan chiqarib, menga hozir kerak. Shunaqa. Tanishlaringizdan bo'ladi-ku unaqa gaplar. Yo'q, to'g'risi tanishlarimdan tilla olmayman. Chunki tanishlarimda tilla yo'sa. Tanishlarimdan tilla olmayman lekin. Tanishlarim dostani, men o'zim katta tillachi bo'lib turibman, uyimdagilar tillasi yo'q. Ana nima edi? O'rischa bor-ku. Endi tilla do'kon turganda tillani taqdim qilishadi. Avfmi? Lekin mendagi yomon bo'lgan. Endi bizda tillachilarda menimcha ko'rib turganlar hozir bilsa kerak, ko'pchilikda shunaqa bo'lsa kerak, yana bilmadim. Lekin menga shunaqa siz aytayotgandek bo'lgan, tipa lekin ochuvchasiga aytib o'tirman. Ko'proq ayollardan tushadi unaqa narsalar. Qizlardan, ayollardan taklif 40+dan-da. 40+ 35+ tepa. Ko'p tushgan. Bo'ldi. Unaqa narsalar. Bo'ldi, tushunarli. Tushundingiz? Tushunishdi men uchun. Da. U yomon takliflar. Bizga unaqa aralashmaylar. Biz unaqa bolalardan emasmiz. Sizlarga hech soxta narsani olib kelib, original deb sotishga urinishganmi? O'rta o'zing ayta qo'ymasang. Shunaqa odamlar o'zi bormi? Nima qilgansizlar? Qilyapti. Bor. Endi mana misol uchun siz o'sha sohani ustasisiz, sizga ya'ni nima deydi, falsifik narsani olib kelibdi, o'tkazmoqchi, siz bilib turibsiz, uni ko'ziga qarab turib, nima deydi? Sen nima jinni ko'ryapsan? Degandek qilamiz-da, jonsiz. Qarab turib, sen nima, sen jinnimanmi? Deyamizda, deb turasiz, ishda unga motivatsiya berib turasiz. U ham yana gapiraveradi, keyin oxiri gapi tugagandan keyin olib bu original emas. Agar original bo'lganda menimcha turardi deb aytsak, qizarib ketadi, bir xillar uyalib qoladi. Nima deb o'ylaysiz? Shular olib kelganda o'zlari biladimi soxtaligini yoki pulga shunaqa qimmat pulga sotib olib aldanganmi? Hamma emas, lekin aldanganlar bor. 50 desa ham bo'veradi. Bir xilla biladi, bir xilla bilmaydi. Shunaqa. Endi sizni savolingiz zo'r bo'ldi, uzr. Lekin sani javobing zo'r bo'lmadi o'rtoq. Shu aytib ketaman. Men sizga zo'r tushuntirib beraman, savolingizni xalq ham tushunishi uchun. Bo'lgan, rosa ko'p. Masalan, qilib aytadigan bo'lsangiz, siz mashinachi, ya'ni motorchini oldiga borib turib, motorni o'rgatmaysiz unga, to'g'rimi? Qanaqa tuzatishni. Ular menga kelib turib, brilliant qanaqaligini aytib o'tirishadi-da. Yo, meni brilliantim zo'r, bu cho'tki brilliant. Yo'q, tudam, ya'ni bundoq narsani menga bundoq qilib ko'rsatishadi. Endi ularga shunaqa degan bo'lishi mumkin. Yerda bo'lishi mumkin, lekin yonida ustasi turibdi-yu. Ustasi ishonib kelishyapti bizga. Bo'ldi, ko'ringlar, xudo xolasa hammasini zo'r ko'rib beramiz. Da. Shunaqa, unaqa tekinga hech kimga unaqa pulni olmaymiz. Tekin ko'rib beramiz. Qaranglar, mana shunaqa qilib sizlarni aldamoqchi bo'lishadi-yu, soxta tilla olib kelib. Shunda 1-2 marta sotganda, to'g'rimi bu kimga? Da, unaqa ko'p bo'ladi. Hozir men bitta-ikkitasini aytadigan bo'lsam, o'sha unaqa ko'payib ketib qoladi. Shuning uchun aytmayman. Ko'p. Men sizga podkast tugagandan keyin berishim mumkin o'zingizga. Unaqa unisini endi ocha olmaymiz, chunki mayli, men Instagramni sizlarga aytaman aka. Yo'q, yomon yo'lga ko'payib ketib qoladi odamlar. Unaqa bo'lmasin. Men o'zim tillamas narsa olib qo'yganman. Katta kolleksiyada kelgan. 1 poy ziray bo'lgan. Shunda tillani olib qo'yganman. Tekshirib ham o'tirmagansan. U birinchi yil, birinchi ish boshlagani va u jo'ja bo'lgan u payt. 18mi, 17mi shunaqa edi.
kichkina kelgan shundoq orasida tiqib ketgan olganmiz unda bilmaganmiz nimaga qayerdan bilgansiz keyin uni unaqa emasligini u payt aytolmadim uni shogird bo'lganmizda probalarni bilmaganmiz ustozlaringiz aytganmi keyin aytishganmi ustoz oldida bo'lgan ay uzr bu men o'rtog'im ham keyin ustozim hamda tushunishingiz uchun unaqalar ko'p bo'lgan lekin biza shuni yo'lini olish uchun ham xudoga shukur hozir ancha professionalmiz bu bir ikki bizada spektralniy analiz degan apparatimiz bor o'sha apparat orqali hammasini tekshiramiz u apparat Toshkentda Sanoli kam da qimmat turadi shu metallarni protsentini ko'rsatib beradi Sanoli shunda qolganlar nimada o'lchaydi qanaqa ularda uncha yaxshi emas qolganlarda borda nima derdi himka bor himkada tekshirishadi botirib shunaqa u ham plyus minus bilsa bo'ladi lekin aniq tam mana bunaqa proba deb aytolmaydi bizani apparatda 575 proba chiqdi 575 deydi 585 chiqsa 585 deydi har xil necha proba 375 ham misol uchun tekshirsa eng eski proba 3 bo'lsa 375 o'shani ham ko'rsatib beradi 300 proba просто o'tda ko'r-ko'rona tillarni ola olmaysiz tushundingiz nima deydi proba yo'q deb o'tdi qanaqa qorayib ketsa ham bila olmaysiz bizaniki rentgen qilib beradi hammasini cho'tka aytib beradi bitta gap bilan shunaqa u ham nima deydi to'g'ri anaqa просто birovni haqqi bizaga uniki bizaga uniki shunaqa o'tib ketmasligi uchun tushundingizmi tushundim uniki menga sanga mana bo'ladi-yu sangavayt ishinglarda bo'ladi-yu hech bir kelgan klientga past narx aytib afsuslanganmisizlar keyin bo'lgan yaqinda ham bo'ldi olib kelgan tillasiga past narx aytib keyin afsuslangansiz past narx aytmaganman grammiga past narx aytganman lekin u yerda o'sha boya aytganimdek toshini qanaqa minus qilganlarimgacha unga varrochi yozib berganman u olib ketgan sotib keyin boshqa kichkina tillasini olib kelganda aytgan man menga bunchaga sotdim san o'shanda arzon beruvding deb aytgan keyin nechi pulga sotding dedim man bunchaga sotdim deb o'sha yerda yozib qo'yuvdim man nechi pul berishimni 220 million ular grammiga qarab oladi man 220 million berganman bu sanga 207 million beribdi 13 million arzon bergan sanga man san anaqasiga ko'rgansan to'g'rimi 930 mingdan beraman deganiga o'shanga qiziqib u sotib yuborganda keyin menga aytyapti shunaqa deyaptiki voy deyapti man o'sha yerda deyapti gapiga shirin bo'lib qoldim uchganda o'sha grammiga tipa qimmat olyapti aniqroq aytib bering tipa u yerda mana bunaqa narsa bo'lgan o'rtog'im unga obrazim 880 mingdan narx berganda grammiga общийga deylik shunaqa bergan u yerda unga 930 mingdan berishgan u klientga u mijozga grammiga u anaqa mijoz o'ylayapti все grammiga qimmatroq olishyapti demak cho'tka bo'ladi mana shu deganda общий summasiga qarab o'tirishmagan o'zi qachonki siz yutmoqchi bo'lsangiz grammi вообще qiziqmaydi mijozdagi aytaman grammiga qiziqmaydi sizlarga общий summa qiziq har doim ya'ni qo'lingizga tegadigan pul masalan 10 millionmi 20 million deyaptimi shunga qiziqinglar sizlar 2-3 joylarga narxlatinglar deyapman grammiga qiziqib o'tirmanglar boringlar necha pul beradi общий tillaylar tashlanglar mana shunga necha pul berasan и все menimcha 30 million 40 million beraman dedim bo'ldi yozib olinglar o'zinglar uchun zametkaga chiqib ketinglar GoPro'ga kelinglar biz bu sizlarni kutib turamiz har doim GoPro'da qimmat olib qolishar ekan mayli kelinglar ana o'sha mana shunaqa vaziyat bo'lgan lekin u odamni o'zi ham keyin afsuslanib qolgan manda ham rosa ko'p bo'lgan kerak emas deb bu narsaga borib profilingizda ko'rganman-da sizlar aytgansizlar eski ishlarni qimmat sotib olamiz shaxsan o'zi aytgan bu nimaga chunki boya aytuvdim sizga GoPro'ni ochilishidan maqsad nima bo'lgan deganingizda men sizga aytdim ichimdan o'tgan polibon mani u narsa faqat o'zim o'ylamaganman haqqim o'ylaganman xalq o'ylaganmiz polibon chunki o'zimda shu maqsadim bo'lgan oldindan xudoga shukur erishdik shu narsaga mana sal noto'g'ri eshitilishi mumkin lekin odamlar yaxshi tushunishi uchun aytaman xalq ko'zini ochdik bitta gap bilan ya'ni aytdim boya mangacha odamlarni ko'pi hammasi demayman lo'nga sotgan tillarni yaxshiroq tushunishni boshladi da man orqali tillarni yaxshiroq o'rgandim deb bilaman men shunaqa chunki men o'sha videolar qo'yganimda ham bitta videoyim milliondan prosmotr otib chiqib ketib qolardida shu odamlarga уже qiziq deyman chiqarayotgan kontentlar u yerda men aytardim mana bu narsalarni eski ishi mana bunaqadan уже nomigacha aytib ketganman deyman tovuzlik bilan yozuv bor medas degan tipochka bor допустимda rombik anaqa ziragi bor hammasini nomigacha aytib ketganman 5 ko'z uzuv shunga o'xshash narsalar har xil hammasini grammini necha puldan olishimni aytib ketganman и все ungacha odamlar lekin shu narsani lomga sotgan
men o'tda 950, 1 million, 1 million 200 dan olaman deb turgan paytimda 800 mingdan bobur sotishgan. Lomda kim olgan bo'lsa ham lekin ancha foyda qilgan. Endi u bilan foydasi bilan biz Oldin tan olaman, ochuchasiga aytamiz deydi-ku. Men bozorda bo'lganimda men ham shunaqa sotib olganman. Keyin men o'sha aytolmani ishlolmaganman, chunki men o'zim отдельно chiqib spesialniy ushlab men hammaga aytaman, mana bunaqa sotsanglar bo'ladi deb turib. To'g'ri sotib olsam ham barakasiga sotib oladigansizda. Zo'r kam bo'lmayapman, xudoga Bizda qarang, bunaqa narsa bizda bir xil 10 ta barmog'ini og'ziga soladi, bir xili o'sha 10 ta barmoqni nima deydi, siylab, sipab, короче, menga bo'lib qol, har kuni keyin olib kel. Ana foyda kam, lekin bizga klient bo'lsin. Da, bir marta oxirigacha. kelganda o'piraveradigan Kam-kamdan ko'payadi odamlarda. Biz o'zi anaqalarda podkastlarda bitta-ikkitasi aytganman men o'zim ham. Bizani o'zi foyda mamnundan mezerda o'tiramiz biz. Mezer foydaga o'tirib, o'shanda bizga interes. Ya'ni Vot qarang, lekin mana shu narsaga ishongim kelmaydi nimaga? Bilmasam. Ya'ni Foyda qanaqa ma'noda? Qanaqa Faqat bitta ma'noda? manmasda, mana vot odamlar ham o'ylaydi, что tillachilar yolg'onchilar, aldashadi. Tillachilar oddiy odam, ulardan ideal yasamaylar, tillachi oddiy odam, tilla sotib oladi и tilla sotadi. Ular ham sizlarga o'xshab, nima deydi, как bir xillari oylik ishlaydi. Endi oylik deganda qanaqa oyiga mamnuncha summa bo'ldi, stabilniy ketadi-da. Shu boy aytganlik bir xil o'piradiganlar, ularda mamnaqa. Lekin bular hozir boshqacha savol berdi, adashmasam. Bular savol berdilarki, tipa aytadilar, tillachilar hech qachon kam foydaga ishlamaydi deganlar. Odamlar ishonmaydi-da, rostdan. Lekin bor narsa. Da. Mana menga kelishadi deb boya savol berdilar. Menga kelishadi deb 1 million 365 ming desam, 2 grammli tilla uchun obrazimni desam, ular mendan 1,5 million so'raydi. Men aytaman-da, yo'q, uning iloji yo'q. O'zi 10 ming so'mdan grammiga o'tiraman yoki 5 ming so'mdan grammidan o'tiraman. 5 grammizdan yoki 2 grammizdan menga o'zi 20 ming so'm pul qolyapti desam, ishonishmaydi. Shunaqa foydaga o'tirmasa kerak deb o'ylashadi. To'g'risini aytaman, o'tiramiz. Nimaga? Bizda bitta dona klient o'zi sotmaydi tillani. Bizda kunda qancha odam keladi? Kichkina-kichkinada, ana dengiz deydimi, nima deydi? Shunaqa qilib sekin sabr bilan. Ha, o't, da shu maqol qidirayotganman. Shunaqa qilib. Lekin joylari bo'ladi. Men o'zi ko'p Instagramda aytib chiqqanman. Bizga izlaylar ko'proq qizuv, lomdan ko'ra. Lomni ham ovuramiz, prosta foydamiz kamda. Boya aytayotganda 10 ming so'm, 15 ming so'm shunaqa. Bozorda bo'lganimizda ham biz ham Izlaylarda-chi? Izlaylarda sal yaxshiroq. Ya'ni qanaqa ma'noda? 15 ming so'm, 15 ming so'm, 20 ming so'm, 25 ming so'm grammda o'tiramiz izlaylarda. Bu sotishimizga bog'liq. Chunki biz o'zi aytamiz, mana bunaqa narsalar menimchadan olamiz, bizada kanalimiz bor Telegramda. O'sha yerda biz mana shu narsani endi menimchadan sotamiz deb qo'yganmiz. O'sha yerdan ham ko'rib olsanglar bo'ladi, bizdan nech pul foyda qilyapmiz, nech pul qilmayapmiz. Men bitta kanalni tashlab ketaman sizlarga. Eng katta risk qilingan vaziyat qanaqa bo'lgan? Nima bo'lgan? Endi risk qilganimizdan faqat shu Siroj biladi. Riskka keladigan bo'lsa, eng kattasini so'rayapsiz, Eng kattasi GoPro'ni ochishimizda bo'lgan. Nimaga desangiz, men ungacha ham boshqa joyda ishlaganman-ku. Shu joyimni, ya'ni issiqqina o'rnimni tashlab chiqib ketganman. Kim uchun desangiz, xalqimiz uchun, o'zimiz ham uchun, конечно. Endi o'zingiz masalan boshqa joydan oylik olib o'tirgan joyingizda hozir oylik berasiz. Shunaqa, zo'r tushuntirdilar. Zo'r tushuntirdilar. Da. Shunaqa ham, aytayotganimizda baribir ozgina mametta turganda nimadir, shuni hisobiga katta risk qilib chiqib ketganman. Конечно, o'zim uchun ham endi. Eng kattasi ikkalasi shu sabab. O'zim uchun, xalq uchun, ishonsanglar, ishonmasanglar shu. Hozirda mana 3 ta do'koningiz bor. Ha, Xudoga shukrda. 3 ta do'kon bor. 1 yil ichida почти shunaqa narsalar qilib tashladik. Yetar. Yarim yil atrofida shunaqa narsalar qilib tashladik. Xudoga shukrda. Hammasi yaxshi hozir. O'ylaganimizdek ketyapti. Mana bunaqa holat ham bo'lganmi? Masalan, klient kelyapti oldinglarga. Tillasini sotish kerak. Juda katta stressda. Sizlar ham ko'rib hayron qolgansizlar. Shunaqa vaziyatda nima qilgansizlar? Bo'lgan. Yordam berganmisizlar? Da bo'lgan. Yaqinda mana shu 2-3 kun oralig'ida bo'ldi. Bitta klientimiz keldilar. To'g'ri mijozimizni boshqa joydan aqlatganlar. Boshqa joy summalarigacha aytaman, 28,5 bergan. Yonimizga keldilar. O'sha onalarini olib keldilar. Operatsiyaga pul kerak edilar. 30 million kerak edilar. Endi Allohning qudrati, ularning qo'llarida 30 millionlik tilla turibdi-da. Rovni 30 million. Shunaqa pul chiqdi. Da. O'tda qarang, misol uchun siz pul tikyapsiz, hech qanaqa foyda olmayapsiz. Shunaqa vaziyatda turibmiz. Ular 28 million 500 bergan, keldilar menga. Ular ozgina tekshirgan, bilmadim, balki apparatni noto'g'ri ko'rsatganmi. Unaqa bo'lishi qiyin o'rta. Endi-da, bilib bo'lmaydi o'sha
apparatida sal anaqa qilgan, men o'zim apparatimni tekshirganimda hammasi yaxshi, cho'tki chiqqan. O'sha joyda Prям shu aytdimki, 30 millionlik bo'lganmi? da, rovno 30 million. Даже minsim ham ko'p ham chiqmagan, Shunaqa minsim ham kam ham chiqmagan. Ano nima deydi, qo'shib ham bermaganmiz-da. Shu 30 million hayron qolganmiz. Shunda 30 million litrlar turibdi, anaqada tarozi ustida 30 million shunda olib berganman. Ulib to'g'risi ano nima deydi, gap yo'q degan. Sizlar vashe zo'r ekansizlar. No duo qilib qo'yganlar. Real mana shu ishimdan faxrlanib ketaman. Maza qilasan, maza qilaman. Qara eslagansaringiz o'zingizdan Da, faxrlanasiz. 30 million shunda berganman, shuni olganman. Foydasi nolda uni. Bo'ldi. Shuna kelyapti, ovozsiz pul Katta beryapti. savob. Da. bo'lgan. Manda ham o'sha sanga o'xshash bo'lgan. Bu sen hozir 3-4 kun oldin bo'lgan narsani aytib berasan deb. Yo'q, yaxshi. Da. Shu men sразу keyin istoriya oldim, hammaga aytdim. Buni videolari ham bor bunda. Instagramga chiqarganmiz u narsani. Boshqa joyda o'sha ozgina probasi o'ynadi deb yo'q bo'lgan, o'yin qilinganmi bilmadik. Shunaqa bo'lgan. Endi opa ko'rinib turibdilar, operatsiyaga deb turibdilar. Bizda shunaqa joylar bo'lardi. Bolalarimga, ya'ni bolalarga hammaga tayyorlaganmiz. Operatsiyagami, nujdami qilib berlaring. Ya'ni bekorchilikdan sotishmayapti-yu. Конечно, da, hamma ham kelib bekorchilikdan sotmaydilarni, lekin operatsiya bu boshqa. Da, bu boshqa. Endi anu mashinamga pulim yetmayapti. U yoq bu yoqlar endi u tam tushunsa bo'ladi, u yoqqa borsa bo'ladi uni. Mashina oladigan odamning puli bo'ladi deb hali. Da. Yo'q, o'sha foydaga ishlash kerak. Ya'ni to'g'ri foydaga. Endi o'zimizni hal qilish kerak emas. Bilasizda, uyga biz ham 4 ta patir 2 litr qaymoq olib kirishimiz kerak. Bolalar katta bo'lyapti. Da. Endi mendagi bir 200 nechidir millionlik skupka bo'lgan menda. O'sha paytda ham aniq sababi esimda yo'q. O'sha yerda ham biz o'sha operatsiya sifatroq sabab bo'lgan edi. Почти prям 0 demayman. Yaxshi esimda yo'q edi. No plus minus 0 ga yopganmiz. Ya'ni foydasiz почти olganmiz. Shunaqa narsalar bo'lgan. Bizda ko'p bo'ladi bu narsa. Aytayotganimdek, operatsiyalarga kelib so'rashsa, biz addushi qilib beramiz har doim. Ya'ni ko'ngildan zo'r qilib, ya'ni o'zimizni foydamizni qilmasa ham qilib beramiz. Keyin bitta qo'shimcha bo'lardi. Hozir bilezuvlarni olib kelib, bolam anaqaga hajga bormoqchiman, umraga bormoqchiman. Bularga ham shunaqa beramiz. Rosa ko'p keladi. Menimcha tur ekan, pulim yetadimi, tillam yetadimi deydi, bilmaymiz, lekin shunaqa odamlarning puli yetadi. Unaqalardan foyda ham qila olmaysiz-da. Qanaqasiga foyda qilasiz misol uchun? Xullas shunaqa joyga ketamiz deshganda, lekin zato bu yerda o'sha o'z da. Biz aytardik, qo'lni oching opa deb turib, bizga nasib qilsin. Eng qiziq joyini aytaman, o'sha 30 millionlik savdamizdan kelgan, ya'ni biz skupka deymiz. Skupkamizdan kelgan. Uni ertasiga misol kimgadir просто cho'pchak deyishdilar, klient oqib kelgan. Va tinmagan. Klient kelib, telefon qilib, barakali da baraka kirganda. Da. Haligacha shu, Xudoga shukr, bizda zo'r komanda, ahil, hamma zo'r, mazza qilib ertalab odam ishga kelgisi keladi, ishdan ketgisi kelmaydi, конечно. Qanaqadir mazza. Zo'r. Ikkinchi emas, birinchi bo'lib qoldi. 24 soat shu komanda billa bo'lsa. 24 ga yetishlaymiz hech sizlarga. Xizmatdamiz. GoPro. GoPro. Zo'r. Shunaqa vaziyat bo'lganmi? Men tillaga qimmatga sotib olgansizlar, juda ham katta narxga, lekin foydasi unaqa bo'lmagan. Siz aytayotgansizki, mana bunaqa sabablardan tashqari. Da, bundan tashqari katta pul tilla olgansizlar. Uni ustiga foydasini qilmasdan hech qanaqa foydasiz Da, bo'lgan. rosa ko'p bo'lgan. Ayniqsa biz birinchi GoPro ochilgan paytda, undan oldin ham men oldin bozorda ishlab yurganimda ham, lekin menda eng ko'p narsa bo'ldi. Ya'ni GoPro deb masalan hozir почти 1 yil bo'ldi bizga GoPro ochilganiga. Shuni orasida juda ko'p bo'ldi bizda u narsa. Ya'ni mijoz ushab qolish degan narsa. Ya'ni shu mijozni ishini hal qilib beraylik. Mayli, bu safar foyda qilmasa ham necha nima. Biz chunki pulga instrumentga qaraymiz-da. Shu taraf bor. Ya'ni biz bolalarga har doim aytamiz-da, bu pul biz uchun instrument hisoblaylik. Hatto biz ham ani mukkamizdan ketib qolishimiz mumkin-da. Shuning uchun ko'p bo'lgan. 200 nechidir millionga ham olganmiz, bir 75 millionga olganimizda ham bo'lgan. No, menimcha endi ko'p bo'lgan siz plus ham o'shanga yarasha ko'proq bo'lgandir. Endi ha deb minusga ishlayversangiz ham hozirgacha yetib kelmas deysiz. Yo'q, endi biz plus ko'proq oradagi chastlarni. Plus, конечно ko'p bo'lgandir. O'shanga yetib kelgansizlar. Da, endi qo'ldan kelgancha. Endi aytdim-ku biz sizga. Biz orada bizani tilda aytganda mezerga o'tirsa ham, ya'ni kichkina foydaga o'tirsa ham,
zato bizada mijoz juda Ko'p. ko'p. Da, juda ko'p. Shuni hisobiga hammaga ularga ham rahmat deymiz, конечно. Sizlarni tanlaganingiz uchun. Da, ishonch uchun, hammasi uchun rahmat. Biz ham xudo xolasa oqlab kelyapmiz, dalshi ham oqlaymiz. Shunaqa. Eng birinchisi baribir ishonch bo'lmasa qiyin. Da, ishonch deganingga men bir xillarda ko'ryapman, bizga o'xshab video chiqarishyapti-da, o'tda yetib ketishyapti. Sal boshqacharoq chiqaringlar. Yo'q, bu yerda kuladigan joyi nima degan? Ularning mijozi kelyapti-da, spontan, tipa. Kelyapti-da, unga aytadi. Men anu joyga bitta joyga bordim, tipa qimmat olaman deb reklama qilgan, olmadi, mendan uni qimmat olmadi, o'shanga sen ish qilib berasan, sen ham ish qilib shunaqa olib qola olasanmi? Shunaqa videolar qilishyapti-da. Endi tosh otilayotgandek bo'lyapti bizga. Yo'q, qarang, men mana bunaqa narsa eshitdim-da. Tilla sotishdan oldin deyishyapti, tillarning narxi har kuni o'ynaydi. Mana shu aytgan narximiz bu kun bo'lmay qolishi mumkin. Nimaga? Chunki tilla pastga tushgan bo'lishi mumkin deyshadi. U shunaqami rosta? Men har kuni o'ynaydi, shunga qarab sotib olasizlarmi sizlar yoki bitta summada sotib olasizlarmi? Yo'q, har kuni pashti har xil. Sizlar ham har xil sotib olasizlar. Da. Biz o'shaning uchun har kuni nima desa bo'ladi? Pashti story qo'yib turamiz Instagramda. O'shaning uchun storyamizni ko'rib turinglar Instagramlarni. Biz qo'yamiz, o'tda aytamiz. Bugun mana bunaqa davomimiz. Конечно, biz yonimizdagi hamma izlarni ochib olib, mana menimcha davomimiz, menimcha davomimiz deyishga bizda ham vaqt ham yo'q. Ularda xuddi shu izlar bormi yo'q, uni ham bilmaymiz. O'shaning uchun iloji bo'lsa Telegramda rasm tashlaylik, rasmdan ko'rib biz narx aytamiz. Har kuni har xil. Lekin qarang, rasmdan ko'rib narxlash ham bo'ladimi? Shunaqa yaxshimi? Juda qiyin. Ya'ni, masalan, tasavvur qilaylik, mana rasm sizga tashlayapti-da. Siz narxlab beryapsiz, kelyapti, lekin past narx chiqyapti, nabarot. Unda rasmligidan olib kelgandan keyin. rosa ko'p bo'ladi. Narxlab qo'ygan. Rosa ko'p bo'ladi. Endi qarang, misol uchun mana oddiy mashinani bitta oldidan olasiz-da, lekin uni orqasi urilgan rasmda ko'rinmaydi-yu. Xuddi shunaqa narsalar bo'ladi-da. O'shaning uchun ham biz aytamiz-da, sizga taxminan bo'lsa ham aytaveramiz rasmda, ya'ni aniqroq. Ya'ni telefonda maminchadan, ya'ni 800 mingdan 1 million 200 gacha olayotgan bo'lsangiz, rasm tashlang, может 800 mingdan 900 minggacha уже. Ya'ni koeffitsient kamayyapti ozgina. Holatiga qarab. Na. Yangi eskiligiga qarab. Da. Ikkiga orada mana misol uchun 2 yil oldin olgan izlasi hali ham trend yurgan bo'lsa olib keladi, sotadi. Sani ko'ruvdim, xuddi shunaqa izlarni oluvding 950 mingdan, bugun izlar qilib. Bu ham xuddi shunaqa desa, tushuntirish sal qiyinroq bo'ladi. Hozir tushuntirib ketish kerak. Ya'ni o'tda polirovka qilasiz, misol uchun ozgina mehnati bo'ladi, tillalar yo'qotasiz. O'sha narsani tushunishmaydi. Keyin narx-navo siz aytayotganingizda har kuni o'ynaydi-yu. Har kuni o'ynaydi. Masalan 950 degan kunimizda narx-navo tepa bo'lganda, keyin tushib qolgan payti biz bunaqa desak, asal reklamada mana bunaqa derkansanlar-da, hayotda mana bunaqa ekan. Aytib keting kameraga o'shuncha. Da. Shu narsani men yaxshi aytdingiz. Shu narsani ham aytib keting. Narx-navo bizda har kuni o'ynaydi. Shuni hisobiga ham iloji boricha bizga sotadigan tilla buyumlarni yoki soatinglarni biz soat ham sotib olamiz. Soatinglarni da. Siz bilan kuzatmas ekansiz deysam. Endi kuzataman. Biz o'sha tilla buyumlar, soatinglarni iloji bo'lsa rasmini tashlaylik, biz sizlarga aniqroq, taxminan emas, aniqroq narx aytamiz. Ya'ni bunchadan bunchagacha. Bo'ldi, bunchadan dedikmi, undan past olinmaydi. Bunchagacha dedikmi, demak shunchagacha chiqadi. Biz bekorga uni ham aytmaymiz. Bunaqa telefon qilib olib, nima deydi, sizlarga menimcha beramiz, kelganinglardan keyin aka pulom demaymiz. Shunda kelasizlar, hammasi haqqoniy, sizlar o'zingizlarga shunda kalkulyator burib beramiz, plus minus 15% sizlarni tillachi qilamiz. Xullas, maslahat, tilla sotishdan oldin bularning istoriyasini ko'rib, keyin boringlar. Qimmatroq sotib kerak bo'lsa kutib turinglar. Qimmatroq sotib kerak bo'lsa menga telefon qilinglar. Keyin soat deganlariga men u payt bo'lmaganman, lekin o'zim uni qo'yaver. Unisi nimasi boshqasini aytib beraman. Lekin juda qiziq voqea bo'lgan. Men lekin Instagramda aytib ketganman. 3 ta menda zo'r klientlarni posti bor Instagramimda. O'shani ko'ringlar. Hozir bu yerda aytmayman. Lekin bu yerda ham bittasini aytib ketishim mumkin. Bizda shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Soat kelgan bizga-da. Biz soat ham sotib olamiz, faqat original soatlar. Soat kelganida ham dunyoda o'zi nechtadir edi, limit da 50 tacha bo'lardi. Uni narxi taxminan 100 mingdan 200 minggacha chiqadi. Nomeriga qarab ham o'zgarib ketadi narxi. Ya'ni qaysi nechinchi nomer bu, shundan ham kelib chiqadi. Shunaqa bitta soatimiz bo'lardi, bizga kelgan o'sha soat. Ya'ni katta ishonch bilan GoldProga kelgan u klientimiz, mijozimiz kelganlar, sotganlar.
Xudo shukr. Nima deymiz? Biz chunki soat ham sotib olamiz, sotamiz. Bizda soat magazinimiz ham bor. Shunaqa. Aytib keting akkaunt. Chronolux Tashkent. Chronolux. Xo'p, tillar haqida gaplashyotgandik. Qaysi tilla o'zini narxini yaxshi ushlab tura oladi, qaysi biri yo'q. Boya orada bir og'iz o'tib ketdim. Yana hozir yaxshiroq javob beraman sizga u narsa bo'yicha. Qaysi tillarga keladigan bo'lsak, конечно, slitka. Ya'ni mana bu o'sha 9 probali quyma oltin deyiladi adabiyda. O'sha tillarimizni yaxshi ushlaydi narx-navosini. Keyin qarang, rangiga qarab ham u narxlanadi. Misol, qizil tillalar bor, ro'zvoy qizil. Shunaqa desa ham bo'ladi, plus minus. Eski qizil tillali narsalar bor. Trend, eski trendda bo'ladi-yu. Da. Ular redki hisoblanadi, lekin hammasi ham emas. Ularni ham ko'rish kerak. Lekin katta protsenti, o'sha katta foizi ko'p lomga ketadi. Katta foizi lomga ketadi. Lekin ichida bor redkilari biz hammasini Instagramda videolar chiqarib boramiz, dalshi yana chiqaramiz. Xudo xolasa, o'shani ko'rib turishsa, o'sha yerda biz aytib o'tib ketamiz. Ya'ni qaysi tilla nech puldan ketyapti, qaysi bir redki narsa o'zi qaysi bir lomga ketadi. Yana biz o'zi kuzatgan bo'lsangiz Instagramda biz hech qachon videoda lom narxini aytmaymiz. Spesialni. Nimaga desangiz, chunki boya o'zingiz aytganingizdek tillar narxi har kuni o'ynaydi. Har kuni o'ynaganini hisobiga. Aytib qo'ysangiz o'sha narxga kelib keladi. Da, kelishadi ertasiga ol endi mana buni. Bir yildan keyin ko'rib kelishadi. Unda vashi bo'ladi. Yo'q, o'zi ertasini o'zi ham aytadi bizga. Ertasini o'ziga ham bir 5-10 ming raznica beradi. O'shanda sizlar aytib ketishinglar kerak ekanda, faqat bugun deb. Endi aytib ham o'tib ketuvdik 1-2 marta. Odamlar tushunmayapti-da. Kimgadir misol uchun, sразу bir kunda o'zida ko'rinadi. Endi bu Instagram algoritm. Da, kimgadir 3 kundan, 4 kundan keyin chiqadi. Shunaqa. Keyin mana qarang, Blaze'da mana misol uchun redki modelga ketdi-yu gap. O'sha yerda shunaqa redkilari bor. Biz zavodskoy deb videolarda aytib ketganmiz-yu. Biz ham ko'p kelgan-ku, ana Blaze'larni. Zargarlarida xuddi shunaqa adinkadan faqat zargar yasagan. Sen videoda menimcha degansan degan. Lekin u videoda biz ko'rsatib ham berganmiz-da. O'tdi mana bunaqa gap, redki model, zavodskoy, stariy. O'shaning uchun shunaqa narx aytganmiz. Ular bizga zargar yasagan. Zargar. Qo'l bola qilib yasalgan narsani olib kelib, qo'lda yasalgan narsani olib kelishardi. Bizda nimaga o'zi u narsani qimmat olamiz? Zavod bo'lgani uchun. Zavod har doim boshqacha, tinnu, shuni hisobiga zavod narsasi qimmatroq derdik. Chunki yasaymiz desa o'zimiz ham zargarmiz-ku. Bir 5-6 soat o'tirsak, xudo xohlasa yasab qo'yamiz. O'zi yasab qolgansizlar hech? Da. Qarang, bunday narsa zargarlarga umuman hech qanaqa nima deydi? Adovat yo'q. Просто bir xilli nima deydi? Hammani aytmayman, bir xilli bor. Probada ozgina, misol uchun pasaytirib qo'yish mumkin. Oldin edi u ko'p bo'lardi. Odamlar baribir ideal emas-da. Qanaqadir joyiga o'zini foydasini o'ylaydi. Yo'q, to'g'ri. Shunaqa ham, lekin shunaqa ham. Chunki oldingi hamma emas, bir xil zargarlar shunaqa ishlagan. Men o'zim tepasida turganman demayman, chunki menga tillalar keladi. Uni tekshiraman, apparatimizda proba har doim past chiqadi-da. Mana shunday hozir past chiqadi deyman. Endi professional взгляд. Aytaman, past chiqib kelyapti-da. Qatdan bilasiz o'shani past chiqadi? Rangidan. Uni men prям bunaqa deb tushuntirishim qiyin. Uning uchun men bilan ertalabdan kechgacha yursanglar, to'g'risi hammasini tushuntirib beraman. Biz o'zimni shaxsiy profilimni ochdim. O'sha yerda men har doim qo'ldan kelgancha yaxshi informatsionniy videolar chiqaramiz. O'sha yerda kuzatinglar, uni ham mana mashta chiqarib olamiz. Keyin noto'g'ri tushunmanglar bizni. Tekshirsak tillarni, u sizlarga bo'lgan ishonchsizlikdan emas. Noto'g'ri ham tushunishadimi? Da bir xilli ishonmayapsizmi deydi-da. Buni tillangizni tekshiramiz desa, yo'q bu tilla deyshadi. Yo bilamiz tillaligini, probasini tekshiramiz deymiz. Ya'ni tilla miqdori, tilla foizi. Ya'ni bizda 583, 585 deyilgan narsa o'zi zargarlar tilida 58.5% tilla, 58.3% tilla deganda, qolgan metallari u endi serebro, ya'ni kumush, mis, shunga o'xshash temirlar qo'shib yuboriladi ichiga. Ko'proq qizil tilla yasash uchun mis qo'shiladi. Sariqqa kumush qo'shiladi. Mana o'zingiz aytasiz, u tillar narxi har kuni o'ynaydi deb. Siz ham plus minusga kirganmisiz o'sha o'ynashni hisobiga? O'ynagan, da. Bizda ham tillalar turadi. To'g'risini aytsam, katta plusga kirib o'rmaganman. Kirganman ham, o'sha turgan holatida ham. Lekin yaqinda bo'lgan narsani aytib beraman. Tillar narxi juda tez ko'tarilish qilib berdi. Juda tez tushish ham qilib berdi-da. To'g'ri. O'sha paytda juda yomon. O'sha paytda bizda esingda bo'lsa, bir kalitesi veya miqdorini aytmayman tillarni-yu. Tillarimiz turuvdi bizda. Hali bo'shatmagandik tillalarimizni.
shu turgan holatida birja tashlaganida biza taxminan normalniy summaga tushganmiz. Necha pul? Endi kim uchundir Bir katta, kim uchundir kamdir. Endi sizlarga qanaqa? Xo'p, bizaga katta. Aytinglar summani narxini endi. 22 million 500 larga bir kun tushdik. o'sha atrofi. Da, o'sha atrof 22 million chemta edi. Uni ertasiga 4,5 millionga tushdik. Keyin mana yaqinda 30 millionga Yana tushdik. a'zo bo'ldik. Shunaqa narsalar ham bor bizda. Bu juda katta summa biz uchun. Chunki qaniydi biz ham juda har kuni mashaqa foyda qilganmiz edi. Bizga ko'rinmasdi. Plushlari ham 60 millionga chiqibsizlar-da. Da. Yo'q, bu polniy yil bo'yicha emas. Yaqinda bo'lganning Yaqinda o'zida. o'zida, da. Bizda bo'lgan tillamas, probasini tekshirmasdan shogirdlar bor, bitta yengili. Shu tilaqa probasini tekshirmasdan turib sotib olgan. Aldanib qo'ygan. Da, aldanib qo'ygan. 583 ga olib qo'ygan. Da, 583 ga olgan, lekin u yerda 200 dur proba chiqib ketib qoldi-da. Kardinal spochka esimda даже. 20 nechadir gram edi-da. O'shani o'zida 8 million minusga kirib ketdi. Bitta qizcha kelyapti-da bizaga. Tillaga o'xshatib yasalganda haqiqatdan. Bu bo'lgan bizda ham. Shogird olib qo'ygan 8 million. Qatdan bilasizlar ekan uni tillamaslik? Men kelaman, kech payt buni qarab, "Men nima deyman, o'shandan bilib qolamiz-da." Shunaqa bo'ladi. Shunaqa bilib qolamiz biz. Bir xillarida bolalarni o'zi ham urib qo'ygan bo'ladi, tipa. Sizlar nima qilasizlar shunaqa paytga va qimmatga sotib olgansizlar, sotib olasizlarmi? Bizni bilasizmi? Yo'q. Bizni bilasizmi? Telefon yozib berishadi bizga, u yerda pasport seriyali, tam ismlarini yozib qog'oz to'ldirishadi, ya'ni bizga sotib ketayotgani haqida. Ha, dokumentali bo'ladi. Da, o'g'irlanmagan, ularga tegishli hammasini shuni to'ldirib berishadi, o'sha payt nomer yozishgan bo'ladi. Biz telefon qilamiz. Palonchi aka yoki palonchi opa, mashaqa narsa bo'lib qopti deganimizda, to'g'risini aytsam, hozir ikkita voqeani aytib berdim sizga. Bittasi kichkinaroq qiz sotib ketdi, bittasini bitta qanaqadir ayol bilan erimiz sotib ketganda, telefon qilsak, tipa jinini yoqib yuboryaptilar. Yo, bo'ldi, sotib bo'ldimi? Shunga o'xshash narsa bor. Men nima deymiz, bo'ldi, yedi. Endi qarang. Yo, xo'p, keyin o'sha qolgan tillarni nima qilgansiz, sotganmisiz? Uni keyin sotganmiz. Eritib, cheklarini chiqarib, yo bizdan olayotgan odam ham cheklarini tekshirib, yana qilib oladi. Qarang, bizda hammasi o'tgan. Endi yana shunaqa aldanib qolganlar bo'lsa deyapman. Unaqa bo'lgan. Mana bu ikkinchi qizimiz bo'lsa, unga telefon qilyapmiz-da, bo'ldi, kevering, как раз plyus ishlatmadim hali. Faqat uyimni olib keting, iloji bo'lsa, yana shunga o'xshash gap qilganlar. Bolamizni jo'natganmiz, borib olgan. Mana mana shu tarafiga respekt shu qizimizga ko'rayotgan bo'lsalar, Van Cleef oq tilla deb o'ylaganmiz, ya'ni shogirdimiz o'ylagan, olib qolgan. Kech payt kelsak, o'sha qizimizni keyin qaytarib oldilar. Rahmat shunga. Oddiy prostoy bo'lganmi o'shanda nima bo'lgan? Bushteri bo'lgan. Mistan salgan. Klientga respekt hozir aytdik-ku, unaqasi ko'p bo'lgan, nima deydi? Bizga klientlar yana bir marta sotib ketgan bo'lsa, ikkinchi marta keladi. O'tgan safar 100 ming ko'p beryapsiz. Yaqinda ham rosa ko'p bo'lgan. 100 ming so'm ko'p beryapsiz deydi. Mashina olib qo'ying. Yo'q, biz rozimiz. Bo'ldi. Shunaqa joyga biz navbat etamiz. Sizga kirdi, biz rozimiz. Sizni tillalaringiz bizga o'tdi, siz rozi bo'ling. Bizda shunaqa. Zo'r. Anoda insofli odamlar hali ham bor ekan-da. O'shalarni uyg'otmoqchimiz biz. Shuning uchun shunaqa kontentlar qo'yib turibmiz. Hammasi yana e'tibor qiladigan joyi bor. Hammasi bo'lgan voqealarni biz aytib beryapmiz. Bu bir, ikki Instagramga qo'yilayotgan kontentlarimiz hammasi bo'lgan voqeadan kelib chiqqan. Keyin ko'pchilik aytadi, bilasan, kelgandan keyinchi qarab, sizlar nima qizlarga pul berib chiqartirasizlarmi? O'zi unaqa emas. O'zi o'sha odamlarni o'zi kelib bizga sotib. Masalan, qaysi blogerlargami? Yo'q, biz o'zi pashti bloger chiqarmaymiz biz. Bizga unaqa shart ham emas, unaqa katta reklama bizga kerak ham emas. Chiqaramiz. Haqiqatda o'zi yutadi. Da. Biz prosta tanish bilishga telefon qilamiz yoki klientni o'ziga aytamiz. Tushib berasizmi videoga, siz bilan skupka jarayonimiz, ya'ni tilla sotib olish jarayonimiz juda qiziq bo'ldi. Shuni video qilaylik, tushib berasizmi desa, ko'pchiligi yo'q deydi. Biram ko'pchilik yo'q. Iltimos, uni tushirmang, yo shunga o'xshash gap. Lekin biz aktyorimizni tushiramiz, ya'ni tanishimizni aytamiz, tushib ber. Xo'p, bo'pti, tushib beradi. Ya'ni odamlar ko'rsin, nima tillarni qanchadan olamiz, nima bo'lyapti, qanaqa vaziyatda kelib odamlar sotyapti. Klient sifatida ko'rsin. Da. Qanaqa vaziyatda klientlar sotyapti mijozda tillarni. Shunaqa narsalar. Mana oddiy odamlar sotadi tillasini. Tillachilarning o'zi ham keladi. Bizning videomizga tillachi ham tushib bergan. Bitta tillachi o'zi ham o'sha katta bozorda o'tiradi. Maboya o'tganimda ko'p tillachilardan tilla sotib olaman o'zim. Yo'q, lekin g'alati emasmi bu? Yo'q, nimaga? Vitrinasi borlar ham bor, tillasini bo'shatib ketadi menga kelib. Qimmat olsangiz shunaqa kelib ketaverishadi. Shunaqa. Zo'r. Pul hamma yoqni o'ynatadi. Bitta setati keldi, mayli aytmayman. Klientlar skupkaga tilla olib keladi sotishga. Shularning asosiy sababi nima? Nima bo'lasizlar?
o'rtoq Said aka manda anaqa nima deydi anaqa 8 anaqasiga 8 yonmachasiga plus u vashi har xil nima deydi bir kunlik har xilni eshitamiz. har xilni eshitamiz kimdir tishim og'riydi deydi kimdir mashinaga pul kerak deydi kimdir uyimni remont qilyapman deydi keyin anaqa tushunilinadigan vaziyatlar operatsiya man anaqa hajga bormoqchiman umra qilmoqchiman ular tushuniladi hech mana bunaqasi ham bo'lganmi man bo'ldi butunlama eskirdi yangicha olmoqchiman trendda ko'p Men sizga undan ham qizig'ini aytib beraman. Kelishardida yaqinda ham sanda ras ko'p bo'ldi. U почти har kuni bo'ladi. Yo'q, ja oshirib yubordim. Har kuni emas, ko'p bo'ladi. Qizi keladida, tillasini sotadida aytadi. "No, o'g'imiz qog'oz to'ldirayotgan payt aytadi-da. Ya'ni eski yigitimdan qovdi, mana o'shani sotaveraman, kerak emas. Men esagim ham kelmayapti uni." Har qaraganda uni eslab Da, o'shani esagim ham kelmayapti, o'shani sotaveraman. Agar shunaqa. Nima deymiz? Agar shunaqa stilinglar bo'lsa, sotkilar kelsa, GoPro kelavringlar. Pul ko'p. Qo'yamiz. Biz eshitaveramiz ham. biz eshitaveramiz bizga qiziq. Men aytib beryapsizlar hozir menga ularning sirlarini ochib. Biz именно mamma qiz demayapmiz-ku. Ko'pda. Qizlarning siri bu baribir. Mayli. Lekin men podarka qilmaganman tilla. Menda bo'lmagan ham hali. Dальше? Nima? Tilla olganmisiz do'stmi? Yo'q, podarka. Podarka. Yo'q, u menga savol berdi. Sanda bo'lganmi? Men bu aytadiki, men hali olib bermaganman dedi. Sen olib bermaganmisan? Yo'q, ayolimga olib Xotiningiz bormi? Olib berganman. bermagan. Yo'q, berganman. Undan oldin Endi aytmoqchi edim. Anaqa kelin ko'rib turgan bo'lsa shu. Urushing nima bu? Olib bermaganman, jon. Bo'ldi, yaxshi. Unaqa ishlar qilma. Olib bermaganmisiz? Yo'q, aytadi-yu, kelinim ayoliga olib bergan. Ayolimga olib Всё, bergan. Do aytibsam. Bundan oldin. Aytaminlar bergan bo'lsa men. Ya farqi yo'q, lekin qo'rqishi. Savoldan uzolashmaymiz yana. Bo'ldi, tugadi meni savollarim. Savollar tugadimi? Nima deymiz? Biz shu Tilla haqida o'zimga kerakli bo'lgan savollarni berdim. Sizlar kommentariyada yozinglar. Da, iloji bo'lsa qiziq savollar bo'lsa yozinglar. Ko'p qilib yig'ib keyin bitta podkast tayyorlaymiz. Yana biz o'ylaymizki, hammalarga manfaatli bo'ladi, hammaga yoqadigan bo'ladi. Tilla olamini yanada yaxshiroq, kengroq ko'rish boshlaysizlar. Chunki nimaga biz bu yerda bekitmasdan hammasini javob beramiz. Qo'ldan kelgancha. Agar sizlarni yana qiziqtirgan savolinglar bo'lsa, men bermagan bo'lsam, kommentariyaga yozib ketinglar. Keyingi podkastimizda YouTube'da javob beramiz. Da, kommentariyaga qo'shib ketinglar. Hammalarga xayr. Qizlar bilaman, sizlarda ko'p savollar beringlar.